Assalamu alaykum hörmətli kuzatuvchilarimiz. Bavat aka avtosavdo kanalına obunachilar. Yurtdoshlar, bugun 16 noyabr 2025 yil. Azam bilan savdomiz mexanika Cobalt'imiz oldu. 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamiz 113 bin kilometr yurib turadi. Metan gaz yumshoq balon, chexol poliklargacha qo'yilgan. Tayyor avtomobilimizni 4 yo'ldan kelgan Baxtiyoramizga naqd 97 million so'm verdik. Razımız savdodan? Razım var. Ne şu Bagat avtosalonuna geldik. Bavat aka avtosalonu. Eke avtosalonuna maçları arzaneken, yakçı sipetleken. Kudayım şu sodalarını kudatala beraber ki maşallah gelip alır ki hem geliverin yine Ahmet işlerinize. Hemen iyice Ahmet. Hemen iyice. Dostlar görüp çıkanımız satkan maşinamız. Katta rahmet. Sodanızı beraber. 2015-yil mexanika korobka Cobalt'imiz yumshoq balon, chexol polik, metan gazlargacha qo'yilgan tayyor avtomobilimiz 113 bin kilometr yurib turadi. Naqd pula 97 million so'm verdik. 4 kilo bo'lur savdomuz do'stlar. Kelaverasiz. Hammalaringizni taklif qilib qolamiz. Kelsangiz mashinalardan vibrlar ko'p, bemalol kelib arzon kelishni savdo qilib ketaverasiz. Sizlardan shunday sotiladigan mashinalar bo'lsa kelishlaringizni tavsiya qilamiz. Kelsak naq qilamiz. Kelishmasak sotib berish variant orqali savdo qilamiz. Rahmat.